Assalomu alaykum. Bugun 23 fevral, mavzuyimiz kelajak soatil mavzusi bir yaxshilik haqida. Oldi o'qing. Bobangiz yordam beraqasa, juda yaxshi, barakallah. Qatala bo'lsin. Hop, Sabrinaxon. Hop, qoqdingizmi kiyimini? Maktabga birga olib keldingizmi? Kichkina bola ekanman. Yaxshi. Ana qanday yaxshilik qilasiz qani? Barakallah. Yana bir yaxshilik. Qiziga alifbo harfini o'rgatadi. Binaqa. Hop. Barakallah. Ha? O'yinga yordamlashdim. Barakallah. Hop. Ha, tabassumlashasiz, yaxshi katta. Barakallah, zo'r. O'tirlar. Matematika fanidami? Barakallah, zo'r. Oyoqlarni qo'yam, doim o'qilanga. Barakallah. Melaqa. Barakallah. Men doim o'shimizga ovqat olib chiqaman. Agar ular ishlayotgan bo'lsalar, yordam beraman. Nima qilaman? Ingliz tilida? Barakallah. Ingliz tilida yaxshi qiziqasizmi? Barakallah. Ishlayman. Zo'r, barakallah. Juda ham yaxshi. Bu qanaqa yaxshilik qildingiz? Qo'shningizni? Ha, barakallah, yaxshi. Bizning ko'chada bir katta bobo bor. Men unga har doim o'zlarimni ko'tarishda yordam beraman. Bobo ismlari nima? Furqatjon bobo. Ha, yaxshi, barakallah. Doim qiling, ha? Qani? Nima ovqat yaxshi qilasiz? Go'sht ovqat. Ha? Men bugun do'stimdan yordamini to'lab yubordim. Bugun bo'ga voqeami? Anaqmi? Ish pulchalaydi. Yaxshi, barakallah. Hop. Nechta tovuqinglar bor? Qani? Men doim ularni ishimdan biri. Narsa avtobusga chiqqanda kattalarga doim joy beraman. Barakallah, eng kerakli narsa. Bu doim bo'lish kerak, ha? Juda ham yaxshi.